Hurmatli do'stlar, bizning Ataman klubda Ikrom aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat. Bu yerda qanday jag'day ketdi? Taka men tushunmayapman. Kino tartibda. Qaradova 1-din ikkinchasini tashlab boshlaganmiz. Qaradova 2 buyursa, o'shanda bu yerda o'sha 2 yoshdan klipoviy varianti. Shu razlokatsiyada o'ynab yurgan yeri. Mashallah, o'ta son dengizda tortib yotasizlar ekan. Qaradovani o'z negizi kim ssenariy qilib yozdi ekan? Qaradovani ssenariysi 3 odam. Qadir, men, Durus degan uchovimiz yozamiz. Birində uchovimiz yozganmiz, ikkisində uchovimiz yozdik. Bu yerda uchovimiz anan keyin ssenariy yozib bitgandan keyin 3 ga bo'lindik. Men polniy kartinkaning direktoriman, administrator. Qadir Jarmatov atqaruvchi prodyuser, Durus bo'lsa художник. Значит, bundan bilyapsizki aka, buni 3-shaxsdagi chiqadi. 3-shaxsdagi buyursa, planda bor. O'rtada bir komediya tartamiz, anan keyin tartamiz. Mashallah. Yaxshi, so'ng Ataman klubdan da bekar qilyapsiz aka, yaxshi. Bizning Ataman klubda shunday kinodagi tartsa bo'layotgan. Biz de ham bildik aka. O men ham ko'rdim, Instagramda ko'rayotgan, bugun Jivoy kelib ko'rdim, mo'shli ekan. Bizni ko'rayotgan bo'lsa, kelib yubileylik, baldarni olib, bo'lsa yosh bo'lsangiz ayolingizni olib kelib bu yerda o'ynab ketsangiz mo'shli ekan, adrenalin. Balonlar suzib mo'shna o'tgan. Sonundan keldi, esalib ketadi. Ataman klubga kelaydilar. Mod kompyuter o'ynaganda ko'ra mo'y kelib mashina mingan yaxshi. Realniyda maza qilib esalib keta turgan yer. Buyursa biz xizmatdamiz, tanlovda ham sizda, tanlovdan adashmangiz. Ataman klubga jana Ikrom akamizga pastga tashlab qo'ysanizlar, aka sizga rahmat. Xo'p. Ishingizga